Rabbimdan, Xudodan so'rayman. Mana buni Akmaljon, Mizan, yana bir unutmadi. Sirashjon tinimsiz xalq uchun xizmat qildi. Parvardigor egamdan chin dildan so'rayman. Yanagi o'pin vujudda mana aylanib keyingi etap 26 ga kelgan paytda shular qo'y so'yib Hoji mama duolar ijobat bo'ldi. Mana biz aqiqa to'y boshladik. Desin biz xursand bo'lib to'yga boraylik. Bundan tashqari Adhamim Rossiyaga borib kelib, mana o'zimizning yigit mana ko'zi salgina texnik xatolik bilan ojiz bo'lib qoldi. Bu yigitga ham Allohdan shifo chin dildan so'rayman. Parvardigor egam, mana shu yigitdan Xudo xolasa yana keyin mana shu bolalari bilan o'zlari biz qatori shu yerda o'ynasin. Hech qachon kam bo'lmasin. Ehson qilganlar. Mana Bahodir ham to'yxonani bel turdi da aytdi. Mama dedi, to'yxonani o'qimasa men bor dedi. O'zim javob beraman dedi. Shunga nima yetsin? Tarbiyalagan ota-onasiga ham rahmat, o'ziga ham rahmat. Mana yonimizda bet turdi. Mana Rustam aka, O'tkirjon, masalan, mansabi bulardan yuqori. Viloyatdan so'rab turib boshqa qiladi. Lekin ana o'qimadi. Mahalla mama nima gap, nima xizmat qilib yurdi? El koriga yaradi. Agar shular bir yoqdan bosh chiqarib shu holatda mana Hamidlar, bular hamma yigitlarimizni o'qimagan edi. Bu yutuq bizga bo'lmasdi. Shuning uchun Allohdan so'raymanki, farzand tilaganga farzand bersin, davlat tilaganga davlat bersin, kasb so'raganga kasb bersin, rizq so'raganga rizq bersin, qarz bo'lib ketganlarning qarzi qutulib chiqsin, nasib bo'lsa. Mahallamiz ham qarz bo'lmaylik. Intifoqchiligimizga ko'z tegmasin. Kamchiliklar bo'lsa, uzr, uylanmagan yigitlarimizga yaxshi, aqlli qizlar ota qilsin. Yangi aql Yo'ldosh akam bilan Bozor akam hajga otlanib turibdi. Xudo xolasa haj to'ylari nasib qilsin. Bunga ham rahmat. U kishi ham ehson qildi, ehson qilib. Yo'ldosh Xolbayeva mana Bekzod bo'jasi esimdan chiqdi. O'zim shu bola ham bitta mol olib kelib, mana shu yerda ehson qildi. Rahmat, Abdulaziz aka, Bozor jamoat. Masalan, bir oz gap bilan avvalam homiy bo'lib edi. Bitta telefon bilan mana o'zi kelmasa ham qo'yini so'yib yertalab olib keldi. Mansur ham Toshkentda tursa ham buni qildi. Bu ehsonlarimiz juda ko'p. Jumma ruhsatda mana yoz